Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızda qıtınlar ekranımız olsun. Hindistan Xitoyga şart qo'ydi. Hindistan vaqt kezining 26 iyundagi xabarda bildirilishicha, Hindistan tashqi ishlar ministri bayonot e'lon qilib, Xitoy rayondagi jiddiychilikni oxirlashtirishni xohlasa, yangidan boshlagan qurilishlarni to'xtatishi kerakligini bildirdi. Hindistan axborot agentligining xabariga qaraganda, Hindistonning Xitoy bilan bo'lgan amaliy kontrol liniyasi LAC'dagi harbiy tirkishishdan qutulishning birdan-bir yo'li Xitoyning rayonda qilayotgan yangi qurilishlarni to'xtatish ekan. Hindiston tashqi ishlar ministrligi muxbirga faqat LAC bo'yidagi harbiy tirkishishni hal qilishning birdan-bir yo'li Xitoyning yangi qurilmalarni o'rnatishni to'xtatish degan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston havo armiya aeroplanlari juma kuni Lehda chorlashni yo'l qo'ygan. Amaliy kontrol liniyasi LAC'da Xitoy bilan tirkashgandan keyin Hindiston taraf rayonda havo harakatini yuqori ko'targan. Ma'lum bo'lishicha, 22-iyundan 23-iyungacha bo'lgan oraliqda Xitoy bilan Hindistonning ikkinchi bosqichli komandir darajalik suhbati o'tkazilgan. Hamda tadbir qo'llanib vaziyatni pasaytirishga qo'shilganligini bildirishgan bo'lsa-mu, biroq surkilish texnicha pasaymagan. Xitoy ishchi Sharqi Turkistonning hozirgi echinishlik vaziyat ahvolini oshkorladi. Zimiston to'rining 26-iyun bergan xabarida bildirilishicha, ilgari Sharqi Turkistonda bir mezgil turgan Xitoy ishchi yaqinda Sharqi Turkistonga yana berib turmaga kirib qolgandek bo'lib qoldim degan. Bir yil ilgari Sharqi Turkistonning Urumchida xizmat munosabati bilan bir mezgil turgan Xitoy ishchi ko'p yillardan buyon Sharqi Turkistondagi o'zgarishlarni ko'rib hayron qolganligini bildirgan. Mazkur ishchi muxbirga Urumchiga kelgandan keyin ko'rgan va anglaganlarini o'zi bir qancha yil burun ko'rgan Urumchi shahriga o'xshatishning mumkin emasligini, hozir ko'chada odam intayin ozlab, ko'chalar cho'ldarab qolganligini, hamma yer soqchi mashinalari bilan to'lganligini, soqchilar orqa-orqadan ketayotganligini, cho'ngroq avtobus bekatlarida 5 yoki 6 soqchi borligini, kichik avtobus bekatlarida 2 yoki 3 soqchi borligini, bu ko'rinishning uni beoram qilganligini oshkorladi. İşçinin aytib berishicha, har kuni xizmatga chiqqanda 10 necha bexatarlik tartibidan o'tishi kerak bo'lib qolgan. Oddiysi milichmonlar bozoriga berib ko'ktat setib olsangizmi, kirish eg'izdagi bexatarlik tekshirish ishikidan o'tishi kerak ekan. Mashina haydab ko'ktat bozoriga kirmoqchi bo'lganda yiroqda turib avtomobil aynigini tushirib, beshini chiqarib o'zining Uyg'ur emasligini bildirish kerak ekan. Agar bozorga kirmoqchi bo'lgan Uyg'ur bo'lsa, mashindan tushib tekshirtish kerak ekan. Xitoy ishchi nurg'un yillar ilgari Sharqi Turkistonga borgan bo'lib, Urumchining o'zgacha madaniyati va uningga bergan yaxshi ta'sirining helimi uning esida ekanligini bildirdi. Ishchining muxbirga aytib berishicha, hozir Urumchida ilgirgidek ko'chaning hamma yerida o'xshamagan millatlarning chiroyini ko'rgili bo'ladigan holat, xotirjam muhit qolmagan. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yili oktyabrda Xitoy doiralari islom madaniyatining simvollarini amaldan qoldirish nizomi yo'l qo'yilgandan buyon Urumchidagi barliq islomning alomat belgilari Uyg'urlarning kundalik turmushidan asta-asta g'oyib bo'lgan. Hatto islom madaniyat simvoli aks ettiradigan kundalik buyumlarmi cheklangan. Xitoy doiralarining islomga qarshi siyosiy bostirishi sababli Urumchida ilgirki xalq turmushida bor islom madaniyat va milliy ilminiyatlarmi amdilikda xalq turmushida cheklanib, ko'rgazmaxonda sayohatchilar ko'ra oladigan holatga berib qolgan. İşçinin muxbirga oshkorlashicha, navbatda Uyg'urlar asta-asta assimilyatsiya qilinib, ularning tili, turmush odati va e'tiqodi asta-asta o'chirilmoqda ekan. Asli Urumchida o'ltiraqlashgan Uyg'urlar o'z yurtlariga qaytib ketishga majburlangan. Urumchida Uyg'urlarning uy ijara elishi qiyin ekan. Shu yerdagi aholilar bir-birini nazorat qiladi ekan. Agar birarsi boshqa shahardan kelgan Uyg'urga uy ijara bersa, qo'shnisi uni soqchiga dokulat qiladi ekan. Uy ijara bergan kishi hamda ijara olgan kishi tutib ketildi ekan. Shunga kishilar Urumchi sirtidan kelgan Uyg'urlarga uy ijara berishdan qo'rqadi ekan. Urumchidan yurtiga majbur qaytgan Uyg'urlar yerlik doiralardan Urumchiga kelish tasdiqini ololmagan. Xitoy ishchi yana Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosiy bostirishini hamda Sharqi Turkiston haqida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashlarini oshkorlab, Sharqi Turkistonning hozirgi muhiti Xitoy televiziya tashviqoti bilan o'xshash emas ekanligini, televizor atalmish Shinjongning gullanganligini xabar qilgani bilan amaliyotda u yerdagi xalqning kayfiyati intayin tushkun ekanligini, xalqning shaxsiy maxfiyatligi va erkinligi yo'q ekanligini
hatto o'zining tuqqanlari uningga siyosat va partiya haqida so'zlamasligini aytganligini, agar ular dokulat qilinsa ularning lagerga tutib ketildiganligidan ansiraydiganligini oshkorlagan. Uyg'urlar uchun harakat qilgan 100 advokatga javob keldi. Xabariyati to'rining 26 iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquq dafsandachiligi haqida 100 turk advokat tarafidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga sunilgan murojaatnomaga tunji bo'lib Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarafidan murojaatni topshirib elib qarab chiqishga boshlaganligi haqida uchur kelgan. Qonun va fikr munbiri bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish qilmishi haqida sunilgan iltimosining Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga sunilganligi, 26 iyundan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi rasmiy qarab chiqishga boshlaganligini bildirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish jinoyatlari haqida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yo'llangan murojaatnomada Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan vahshiy dafsandachiliklari 12 mavzuga bo'lib o'ttirg'a qo'yilgan. Har bir mavzuda bayon qilingan Xitoyning jinoiy qilmishlari xalqaro tashkilotlar va mustaqil kuzatuvchilarning dokumentlari bilan dalillik qilib isbotlab berilgan. Bu vaqtda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan advokat Faruq Qilich Temur ularning Sharq Turkiston xalqi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qilgan murojaatnomasi bugundan boshlab rasmiy qarab chiqish bosqichiga kirganligini, o'zlarining Xitoy ustidan qilgan shikoyatiga qarshi Xitoydan kelgan jinoyatdan o'zini qochirishga aloqador mazmunlarni xalqaro axborotlar hamda keng jamoat bilan o'rtoqlashadiganligini e'lon qildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'ydi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoy Kommunist partiya amaldorlariga Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilganligi sababli viza cheklamasi qo'yilganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo juma kuni bayonot e'lon qilib, Prezident Trump Hong Kongdagi erkinlikka buzg'unchilik qilmishida mas'uliyati bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolaydiganligi to'g'risida va'da berganligini, bu maqsadga yetish uchun harakat qo'llanayotganligini bildirdi. Pompeo bayonotida 1984-yildagi Xitoy Angliya birlashma xitobnomasida kafolatlantirilgan Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilish yoki Hong Kongning kishilik huquqi va asosiy erkinligiga buzg'unchilik qilish suiqasdiga mas'ul amaldorlarga viza cheklamasini yo'l qo'yganligini, bu amaldorlarning oilasidagilarmi bu cheklamaga uchrashi mumkin ekanligini e'lon qildi. Xitoy Angliya birlashma bayonotida Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqidan bahramand bo'lganligi va'dasi va majburiyatini ado qilishga chaqirgan hamda Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqi Xitoy Angliya birlashma xitobnomasining to'liq ijro qilinishi va kishilik huquqqa hurmat qilishning hammasining intayin muhim ekanligi, Amerikaning bu andishalarga qarata doiralarni davomli kuzatadiganligini bildirdi. Xitoy masalasi mutaxassisi Bill Bishop Twitterda uchur yo'llab, viza cheklamasi qo'yish Xitoy amaldorlari va ularning oila tabiatlariga iqtisodiy jazo yurgizish, Amerikadagi mol mulklarni to'g'nitish va tuqqanlari erishgan Amerika yeshil kartlarini bekor qilish bilan selishtirganda texmo ig'ir va unumli zarba bo'ladi ekan. Robert O'Brien Xitoy hozir Amerika uchun eng zo'r tahdid dedi. Tashqi dunyodan chorak asr ayirib tashlangan Xitoy 1974-yili Deng Xiaoping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi vakillar o'mikini Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6-navbatlik favqulodda yig'iniga avatgan edi. Shu yili 10-aprelda ochilgan yig'inda Deng Xiaoping Birlashgan Millatlar Tashkiloti munbiriga so'zga chiqib, Xitoy davlatining hech qachon o'zining tinchlikparvar xarakterini o'zgartmaydiganligi, navoda Xitoy darajadan tashqari cho'ng davlatga aylanib boshqalarni bo'zaq qiladigan yoki boshqalarning zaminiga tajovuz qiladigan ishlarni sodir qilsa, dunyo jamoatining Xitoyni sotsial jahongir deb atishiga, Xitoyga qarshi chiqishiga hamda Xitoy xalqi bilan birlikda uni og'dirib o'tishiga bo'ladiganligini ta'kidlagan edi. Ana shu so'zlar bo'lib, oradan 46 yil o'tganda Xitoy rejimining rostilla ana shu xil xarakteriga ega bo'lganligi hamda o'zlarining qo'shinlariga emas, balki butun dunyo uchun ofatga aylanganligi haqidagi fikrlar Xitoydan boshlangan Xitoy virusining dunyoviy vaboga aylanib ketishiga ergashib, ko'plab o'ttirg'a chiqishga boshladi. Bu xildagi fikrlarning eng kuchli va salmoq vaznda o'ttirg'a qo'yilishi bo'lsa, Amerika prezidenti Donald Trumpning yangidan tayinlangan davlat xavfsizligi ishlari maslahatchisi Robert O'Brienning 24-iyun kuni Arizona shtatidagi Phoenix Sumrug shahrida so'zlagan
televiziya nutqida ifodalandi. Yig'inda oldi bilan Arizona shtatining boshlig'i Doug Ducey so'z elib, bu qitimqi Xitoy virusi yuqumi Amerikaning bexatarlik sohasidagi kutilmagan hodisalarga taqobil turish jihatda qandoq ortiqchilik va kamchilikning borligini ko'rsatib berganligini ta'kidlab o'tdi. Shundaqla Amerikaning bexatarlik sohasida qandoq masalalarning saqlanayotganligi haqida so'z qilishga Oqsaroyning davlat xavfsizligi maslahatchisi Robert O'Brayeni taklif qildi. Robert O'Brien so'zda oldi bilan Amerikaning davlat xavfsizligi sohasida o'tgan mezgillardan tortib barg'ansiri zo'rayotgan tahdidlarga duch kelayotganligini, buning ichida eng salmoq bo'layotgani Xitoy Kompartiyasi ekanligini ta'kidladi. U so'zning davomida Amerika hukumatining o'tgan necha 10 yilda Xitoyning iqtisodiy gullansa, Xitoy hukumati erkinlik va demokratiyaga yuzlandi deb qaraganligi, shu sababdan Xitoyning iqtisodiy jihatda bosh ko'tarishiga Amerikaning yor yo'lak bo'lib kelganligi, Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga Amerikaning qanchalik kuch chiqarganligi, hatto bu jarayonda harbiy va sanoatga lozimliq nurg'un texnikalarni Xitoyga o'tkazib berganligini, oqibatda bo'lsa Amerika hukumatining bu jihatda to'liq soddilik qilganligi isbotlanganligi, buning 1930-yillardan buyongi Amerika tashqi siyosatida ko'rilgan eng zo'r xatolik bo'lganligini ko'rsatdi. U Amerika hukumatining bu qadar zo'r tarixiy xatolik sodir qilishidagi sabablar haqida to'xtalib, buningdagi eng muhim omil biz kommunistlarning ideologiyasiga diqqat qilishni unutdik. Kommunistlarning da'vatqonlarini anglab beqish va ularning yezayotganlarini o'qib beqish o'rniga biz bosh ko'zimizni chumkib oldik. Biz faqat o'zimiz ishonishni xohlagan narsalarga ishondik. Kompartiyaning bu a'zolari faqat nomdili kommunist edi. Xitoy Kompartiyasi bo'lsa marksizm va leninizmni yetakchi qilgan tashkilot edi. Halbuki Xi Jinping bo'lsa o'zini Yosef Stalinning varisi deb qarab kelayotgan edi dedi. U yana Stalinning ayni vaqtda siyosiy ta'qib, ocharchilik va boshqa ofatlarni paydo qilib, oz degandimi 20 milliondan ortiq kishining jiniga zomin bo'lganligini eslatib o'tdi. Robert O'Brienning fikricha Lenin, Stalin, Mao Zedong davridan buyon davom qilib kelayotgan kommunizm ideologiyasi hokim mutlaqlikni asos qildigan bo'lib, bu xil sistemada har qachon shaxslarning mavjudligi davlatning manfaati uchun ishga oshidi. Hech qanday amaliy qimmati bo'lmagan shaxslar har vaqt hokim mutlaq hokimiyat uchun qurbonlik qilindi. Shaxslar faqat davlatga xizmat qilish uchun mavjud bo'ladi. Ammo davlat hech qachon shaxsga xizmat qilmaydi. U hokim mutlaqlik ustiga qurilgan Xitoy hokimiyatining mushkil tubki xarakterini so'zlab o'tgandan keyin ularning allaqachon tarixining la'nat turikiga mexlinib ketgan, shundaqli bir asrdan ilgari borliqqa kelgan kommunist ideologiyasini Xi Jinping ideyasi degan nomda hamma joyda umumlashtirayotganligini, ularning yuqori texnikalik nazorat mexanizmining hozirgi siyosiy vaziyatni yoritishda qandoq rol o'ynaganligini, Xitoy rejimi ularning qadimki zamonlardan tortib davom qilib kelayotgan elni idora qilishda alam va qalamga tayinish taktikasini hozirmi qo'llanayotganligini, buningdagi alam deganda harbiy kuch va zo'rlik orqali xalqni degan siziqiga mangdirish, qalam deganda til va madaniyatni cheklash orqali maqsadiga yetishni ishga oshirayotganligini, oqibatda buning kasofatiga ketgan millionlagan Uyg'urning lagerlarga qamilishga, oilalaridan judo bo'lishga hamda 100 minglagan sabiylarning hukumat boshqarishidagi darul damlarga to'planishga majbur bo'lganligini so'zlab o'tdi. Robert Bryanning fikricha Amerikaning yordamida qozon cho'michi may bo'lgan Xitoy rejimi o'zidagi ajallik masalalarni hal qilishning o'rniga iqtisodiy quvvatga tayinib Amerika universitetlari, Hollywood va boshqa sohalarda Xitoyning ta'sirini kengaytirishga urinmoqda ekan. Shundaqla ijtimoiy taratqular va axborot vositalari orqali Amerika tuprog'ida Xitoy rejimining siyosiy tashviqotini qilib, Amerika xalqini qaymoqtirishga kuch chiqarmoqda ekan. Keyinchi bo'lsa buningga qanoat qilmay Amerikadagi shaxslardan millionlarcha kishining xususiy uchurlarini o'g'irlab ketgan. Oxirida bo'lsa xalqaro tashkilotlarga o'z ta'sirini singdirib, ularni kontrol qilishga urinmoqda ekan. Robert Bryanning fikricha navbatda Amerika hukumati ana shu ahvollarga asosan buningga qarshi bir qator tadbirlarni ishga solishni boshlamoqda ekan. Buning bilan Xitoyning Amerika uchun yangidan paydo qilayotgan tahdidlarining unumli oldini olg'ili bo'ladi ekan. Bu qitimqi nutuq Amerika va Yevropada zo'r ta'sir qo'zg'aganligi ma'lum. Bo'libmi yaqindan buyon Oqsaroydan Xitoyga qarshi chiqayotgan tanqid va ayblanish sadolari ichida davlat xavfsizligi maslahatchisi bo'lgan Robert O'Brienning Xitoy rejimini Amerikaning egilik huquqiy va iqtisodiy sistemasi uchun eng zo'r tahdid deb ko'rsatishi hamma sohani hayron qoldirgan bir hodisa bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Robert O'Brien Oqsaroyning 28-navbatlik davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi bo'lib, 2019-yili John Boltonning o'rniga bu vazifaga tayinlangan.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi tan jazosi qurbonlarini xotirlash kunida lagerlardagi Uyg'urlarni tilga oldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 26-iyun xalqaro tan jazosi qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy lagerlarida qiyin qistoqdagi Uyg'urlarni tilga oldi. Shundaqla tan jazosiga uchirg'uvchilarni davolashga, to'lashga va qiyin qistoq bilan shug'ullanganlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Bayonotda dunyoning har qaysi joylaridagi ziyonkashlikka uchirg'uvchilar va hayot qolg'uvchilarga hurmat bildirganligi, ularni qo'llaydiganligi eskartilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tan jazosiga qarshi turish ahdnomasiga 166 davlat imzo qo'ygan bo'lsa-mu, lekin tan jazosining Xitoy, Shimoliy Koreya, Eron, Suriya, Rossiya, Kuba, Nikaragua, Zimbabvedek davlatlarda davom qilayotganligi ta'kidlangan. Bayonotda Xitoy rejimi ostidagi Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa yerlik millatlar yig'ib olish lagerlarida xoligancha tutib turilayotgan bo'lib, ularning qiyin qistoqqa uchirganligiga doir nurg'un dokumentlar bor deyilgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Amerika hukumatı barliq vositalarni ishga solib, ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning hayotini vayron qildigan bu xil qilmishni sodir qilayotganlarni javobgarlikka tortishda qat'iy ekan. Bayonot yana barliq hukumatlarni tan jazosining oldini olishga, tan jazosida hayot qolganlarga to'lashga va salomatligini asliga keltirishga, tan jazosi bilan shug'ullanuvchilarni javobgarlikka tortishga chaqirdiganligi bildirilgan. FBI Xitoyning Amerikadagi bosh elchisining Amerika olimlarining Xitoyda ishga qabul qilinishiga maxfiy yordam berganligini bildirdi. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi bilan Nyu-Yorkdagi diplomati Amerika olimlarining Xitoydagi tadqiqot o'rinlariga ishga qabul qilinishiga yordam bergan. Bu uchur FBI'ning o'tgan yili Amerikadagi bir sud mahkamasiga yo'llagan dokumentida ta'kidlangan bo'lib, bu yil 4-oyda oshkorlangan. Washington kuzatuvchisi gazetining bildirishicha, FBI'ning dokumenti Connecticut shtatida turishliq Amerika tabiatligidagi bir Xitoy tadqiqotchining bilib turib va xohlab turib Xitoyning hukumat boshqarishidagi o'rinlarga vakolatan Amerikaning yuqori darajali g'o'l hujjatli tadqiqotchilarini Xitoyning hukumat boshqarishidagi universitet tadqiqot o'rinlariga qabul qilish harakatiga aloqador dialogi munosabatli ekan. Xabarda bu voqea Xitoyning josuslik taktikalariga cho'nqur nazar solish imkoniyati berdiganligi ta'kidlangan. FBI e'lon qilgan dokumentida Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi va uning Nyu-Yorkdagi diplomatining ismi tilga elinmagan. Lekin Washington kuzatuvchisi gazetining xabarida uchur manbalarining FBI'ga Xitoy bosh elchisi va uning Nyu-Yorkdagi diplomatining Amerikaga odam qabul qilish uchun kelgan boshqa Xitoy amaldorlari bilan Bostonda o'tkazilgan bir ilmiy yig'inga qatnashganligini bildirganligi ta'kidlangan. Xabarda ilgari surilishicha, FBI buningga doir o'xshamagan ikki uchur manbasidan erishgan uchurlarning ko'p qismi FBI va boshqa qonun ijro qiluvchilarning tekshirishi orqali isbotlanganligini bildirgan. Xabarda yuqorqi Xitoy tadqiqotchining 2009-yili Amerika tabiatligiga o'tganligi, Amerikadagi bir universitetda g'o'l hujayra tadqiqoti bilan shug'ullanganligi, hozir Janubiy Xitoy tibbiy universitetida ishlaydiganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin uning ismini oshkorlamagan. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi mutaxassislar Xitoyga qarata keskin tadbir qo'llanishini talab qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi mustaqil mutaxassislar 26-iyun kuni o'rtaq bayonot e'lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini Xitoyda erkinlikni qo'g'dash uchun keskin tadbir olishga chaqirdi. Mutaxassislar bayonotida Hong Kongda namoyishchilarning bostirilishi, Sharq Turkiston va Tibetdagi yerlik xalqlarning kollektiv jazolanishi, advokatlarning tutqun qilinishi, kishilik huquq qo'g'dag'uvchilarining izdiraksiz g'oyib bo'lishi, majburiy emgak va fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish, turbi xatarlik qonuniy qatorliq bir qator masalalardagi andishlarini o'tirg'a qo'ygan. Ularning ta'kidlashicha, navbatda Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga, bo'libmi Hong Kong alohida ma'muriy rayoni, Sharq Turkiston va Tibetdagi yerlik millatlar, shundaqli Xitoydagi kishilik huquq qo'g'dag'uvchilarga qarshi elib berilayotgan harakatlarga diqqat qilishning vaqti kelganligi bildirilgan. Bayonotda yana Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining jiddiy harakatga kelib va barliq muvofiq tadbirlarni qo'llanib, Xitoyning kishilik huquq ahvolini nazorat qilishi kerakligi bildirilgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti alohida yig'in chaqirib, Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiliklarni ko'rib chiqishi, betaraf va mustaqil mutaxassislar guruhi qurib, Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini, bo'libmi Hong Kong, Sharq Turkiston va Tibetni nazorat qilishi, analiz qilishi va dokument e'lon qilishi, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari Xitoydan kishilik huquqqa hurmat qilib, o'zining mas'uliyatini ado qilishni talab qilishi kerakligi bildirilgan.
Hindiston Xitoyga qarshi Tibet va Uyg'ur masalasini ko'zir qilib qo'llanishi mumkin. Qaraqurum tog'lariga joylashgan Hindiston Xitoy chegarasida yuz bergan mojaroda Hindiston askarlari o'lgandan keyin Osiyodagi bu ikki cho'ng davlat o'rtasidagi munosabat jiddiylashishga boshlagan edi. Shuning bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabat dunyoning diqqatini tortishga boshladi. Bu munosabat bilan Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot instituti sin ko'rinishi orqali Hindiston Xitoy munosabatlari va Amerika temasida doklad berish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Uyg'ur instituti bosh kotibi Adil Uyg'ur riyosatchilik qildi. Mazkur institutning mudiri doktor Erkin Akram apandi Turkiya Istanbuldagi Koç Universiteti Xalqaro munosabatlar fakultetining doktoranti Yaqub Muhammad apandi va Shvetsiyadagi Uyg'ur ziyolisi Nijat Tursun apandilar Hindiston bilan Xitoy munosabati va Amerika Hindiston Xitoy munosabatining Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan ta'siri degan temalarni cho'rdigan holda ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Mutaxassislar Hindistonning kelajakda Xitoyga qarshi Tibet va Uyg'ur masalasini ko'zir qilib qo'llanish ehtimolining mavjudligini ilgari surishdi. Oldi bilan doktor Erkin Akram apandi so'z qilib, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi eng cho'ng masalaning chegara masalasi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Doktor Erkin Akram apandi dokladida Hindiston bilan Xitoy garchi Shanxay hamkorlik tashkilotining a'zosi bo'lsa-mu, xalqaroda ikki cho'ng raqib ekanligini, shunga nurg'un masalalarda kelisholmayotganligini ilgari surdi. Doktor Erkin Akram apandi ikki davlat o'rtasidagi to'qinishning davomlashadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. U so'zida yana Hindistonning Xitoy bilan bo'lgan to'qinishda Tibet masalasi bilan Sharq Turkiston masalasini ko'zir qilib ishiltish ehtimolligi borligini ilgari surdi. Uyg'ur ziyolisi Nijat Tursun apandi Hindiston hukumati Xitoyga qanday pozitsiya bildiryotidi? Hindiston nima maqsadga erishmoqchi degan mazmunlarda ko'z qarashini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. U so'zda Hindiston hukumati va Hindiston xalqining Xitoyga qarata 3 xil ko'z qarashda ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Istanbuldagi Koç Universiteti Xalqaro munosabatlar kasbiy doktoranti Yaqub Muhammad apandi Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinishda Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa allarining Hindistonni qo'llash ehtimolining yuqori ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Hindistonda 116 kishi chaqmoq so'qish sababidan jonidan ayrildi. Hindistonning o'xshamagan rayonlarida 116 kishi chaqmoq so'qish sababidan hayotidan ayrildi. India Today gazetining xabarida bildirilishicha, Bihar shtatlik hukumat shtatdagi o'xshamagan joylarda chaqmoq chiqib yoqqan yomg'irda 92 kishining jonidan ayrilganligi, 20 kishining yaralanganligini uqtirgan. Uttar Pradesh shtatlik hukumat chaqmoq so'qish sababidan 24 kishining jonidan ayrilganligini, 12 kishining yaralanganligini e'lon qilgan. To'xtamay yoqqan yomg'ir sababidan nurg'un bino ziyonga uchragan. Hindiston bosh ministri Modi chaqmoq so'qish sababidan jonidan ayrilganlarning oilasiga ta'ziya bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan yozim bayonotda Anqaraning Hindistonning Uttar Pradesh va Bihar o'lkalarida chaqmoq sababidan 116 kishining qazo qilishidan to'liq afsuslanganligi ta'kidlanib, mundaq deyildi. Vaqada hayotidan ayrilganlarning yaqin yo'riqlariga Hindiston xalqiga va hukumatiga chin dilimizdan ta'ziya bildiramiz deganlar bildirildi. 25 million amerikalikning yuqumlanish xavfining borligi ilgari surildi. Navbatda Xitoy virus sababidan qazo qilganlarning soni 126.785 ga, yuqumlanganlar soni 2.504.676 ga yetgan Amerika Qo'shma Shtatlarida yuqumning oldini olish va kontrol qilish markazi Xitoy virusining eng ko'p amerikaliklarga yuqqan bo'lish ehtimolligining borligini ilgari surdi. Markazning direktori Robert Redfield mavjud yuqumlanuvchilar sonidan 10 hassa ortiq bo'lgan 25 million amerikalikning yuqumlanish xavfining borligini qayd qildi. Italiyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 37 kishini qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 34.678 ga yetdi. Yuqumlanuvchilar soni 239.706 ga yetdi. Fransiyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 21 kishi bilan qo'shganda, Xitoy virus sababidan qazo qilganlar umumiy soni 29.752 ga, yuqumlanuvchilar soni 198.824 ga yetdi. İspaniya Səhiyyə Ministerliyi dövlətdə yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 10 kishi bilan qo'shganda, Xitoy virus sababidan qazo qilganlar umumiy sonining 28.330 ga, yuqumlanuvchilar sonining 247.486 ga yetganligini uqtirdi. Portugaliyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 6 kishini qo'shganda, yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 1549 ga, yuqumlanuvchilar soni 40.415 ga yetdi.
Braziliyada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 1141 kishini qo'shganda Xitoy virus sababidan qazo qilganlar umumiy soni 54971 ga, yuqumlanuvchilar soni 1,228,114 ga yetdi. Meksikada yaqinqi 24 soat ichida qazo qilgan 736 kishini qo'shganda Xitoy virus sababidan qazo qilganlar umumiy soni 25060 ga, yuqumlanuvchilar soni 22951 ga yetdi. Xitoy virus sababidan 104 kishi qazo qilgan Avstraliyada 2,232,000 dan ortiq kishining tekshirilishi natijasida virus bilan yuqumlanganligi aniqlab chiqilgan 7558 avstraliyalikdan 6942 sining saqayganligi, bu davlatga borganlarning uda 14 kun karantin ostida tutilganligi va tekshirishdan o'tkazilganligi bildirildi. 22 kishi hayotidan ayrilgan Yangi Zelandiyada yuqumlanuvchilar soni 1520 ga yetdi. Ba'zi g'arb ellardagi yuqum sababidan qazo qilganlarning umumiy soni tovandikicha. Belgiyada 9731, Germaniyada 9012, Peruda 8761, Kanadada 8504, Shvetsiyada 5230, Chilida 4903, Kolumbiyada 2564, Argentinada 1150. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.